Assalomu alaykum. Bugun 18-dekabr 2025-yil bizni Farg'ona viloyati Quva tumani nashrida savxozda qor yog'ishni boshladi. Hali ham daraxt ustida mana Pinkeredi Rozigilov olmalarimiz turibdi. Hozir mana terim jarayonlarini boshladi. Endi bo'ladi, shuncha vaqt dekabr oyini mana 18-gacha daraxt ustida turdi. Endi bundan oshiq ham turadi. Yanvar oyigacha ham daraxt ustida saqlasalar ham bo'ladi, lekin endi keyingi yilga 2026-yilga daraxt mevali kurtaklari tarbiyali ko'rish kerak, hosil berishga. Shuning uchun biz terim jarayonlarini boshladik. Terib omborga olib kirib qo'yapmiz. Xonadonlikda saqlash shart emas, omborga saqlasalar ham bo'ladi. Ko'chatlardan ko'paytirganmiz. Kimga ko'chatlardan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana paqirimizda to'lib turgani mana. Yaqinroq olib kelib ko'rsataymi mana. Mana Pinkeredi Rozigilov olmasi. Ko'chatlardan bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni yozib qoldiramiz.